Sizlarni jahlinglar. Qaranglar qanaqa ko'p jahlinglar chiqdi. Buni sizlar deb tasavvur qilamiz. Jahlinglar qanaqa rangda bo'lsin? Inson jahli chiqqanda o'zi xohlamagan ishlarni qilib qo'yishi mumkin. Masalan, sen jahling chiqqanda nima qilishing mumkin? Yomon gapirishib qo'ysam mumkin. Men ham shunaqa bir xil chunki jahlim chiqadi. Ko'nglim chunki bir xilmiz. O'zinglar xohlamagan ishlarni qilib qo'ydinglar. Xuddi shunaqa sizlarni pastga tortib ketadi. Qilgan ishinglardan keyin afsuslanasizlar. Kechiring. Yana bu sizlar. Yana jahlinglar chiqyapti, lekin bu safar jahlimizni kontrol qilishga harakat qilamiz. Chuqur nafas olamiz. Yoki istig'for etamiz. Astag'firulloh. Mashalloh. Yoki qo'limizni, yuzimizni muzdek suvga yuvib yuboramiz. Yo'q, istig'for etamiz. Qaranglar, jahl shurtda, ichida sizlar. Bu safar o'zimizni kontrol qilganimizda qanaqa jahlinglar chiqqanda o'zinglarni kontrol qilsanglar, keyinchalik ham sizlarni degan ishlar qilmaysizlar. O'zinglarni kontrol qilib ustida suzishinglar mumkin yoki o'zinglarni yo'qotib qo'yib, cho'kib ketishinglar mumkin. Jahl ham sizlarniki, tanlov ham sizlarniki. jahl qilmayman. Jahl qilmayman.